Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Mana men hozir gortenziyalarim judayam mana bu butonlamagan. Bu boshqa sorti, mana bu sortchasi butonlagan. Mana butonchalarni qarang. Judayam tanasini qip-qizilligini qarang. Qizilda qizil tanasi judayam chiroyli bo'lib butonlagan. Bu tarafga polni gortenziya. Yana ko'rsataman. Hozir men asosiy maqsadim qizlar. Hozircha mana shu gortenziyani men nima qilmoqchiman? Ko'paytirmoqchiman-da. Yana bir usulni ko'rsataman sizlarga qizlar. Nima? Judayam yaxshi usul, sinalgan usul. Bu gortenziya ham chiroyli, lekin nima? Balki yirik, katta judayam chiroyli bo'lib ochiladi, lekin hozir ochilmagan. Men ko'zimga yoqibdi. Mana shundan qilgim kelyapti. Judayam bu yoq tarafi shunday tanasi qip-qizil hammasini. Ana gortenziyalar. Tanasi qip-qizil, judayam chiroyli. O'tlarni yulish kerak qizlar. O'tlarni yulganim yo'q holi. Nima? Qizlar harakat qilaman. Men shevaga gapirmaslikka, lekin tilim ketib qolsa sizlardan uzr so'rayman qizlar. Nima? Endi necha yillik shevaga gapiramiz. Birdan adabiy tilda gapirishga harakat qilaman, lekin Buxoro shevasi o'ylayman ko'proq hamma tushunadigan sheva deb o'ylayman. Yana bilmadim. Endi boshlab olamiz qizlar asosiy masalani. Asosiy masala qanaqa chirinka qilmoqchiman qizlar. Oddiy nima? Eskiroq chirinkachamni boshqasiga o'tkazib, ana bu shaklga kesib oldim. Mana o'rtasini ko'ryapsizlarmi? Ikkita chechasiga ham kesib olingan joyi bor. Bu oldin kesganim. Ana bu o'rtasini hozir kesdim. Vaqtdan tejash maqsadida. Hozir kesib, men shuni chirinka qilaman qizlar. Gortenziya chirinkalarim judayam ko'p. Men har doim nima qilishdan to'xtamayman. Endi yozda chillasimi da endi ko'pincha bahorga qilishga harakat qilaman qizlar chirinkalarimni. Kuzga ham yaxshi bo'ladi, yozga ham bo'ladi. Bo'lmaydi emas, yozga ham mana shu gortenziyalardan nechtalab chirinka qilganman. 100% amal olmasa ham 70% olgan. Lekin natija yo'qmas qizlar, natija bor. Men sizlarga uni ham ko'rsataman. Hozir bu ishimizni boshlab olamiz. Основной qiladigan ishim buni xo'sh qidirib yaxshi ana buni xohladim men. Buni xohladim. Panaroqqa qilish kerakmi deyman-da. Hozir men bitta pochkasini topib shuni bu juda ham kattami deb o'ylayapman-da. Lekin juda ham udobni ekan. Katta bo'lgan bir qatorga juda ham udobni ekan. Qizlar, men pichoq keltirmaganim sababli pichoq olib kelmanman. Pichoq keltirish esimdan ham chiqib ketibdi. Qaranglar, mana oxirgi barglarni olamiz. Eng pastdagi bargini ham olamiz. Ana. Olganimizdan keyin mana ana shu tochkadan tomir chiqaradi-da. Ana shu tochkadan. Endi iloji yo'qligidan qiramiz. Ozgina. Ko'p emas. Чтобы tomir olsa bo'ldi. Olish darajasiga yetsak bo'ldi. Ozgina qirib qo'ydik. Aylantirib qirdim o'zi ham. Hech narsa qilmaydi. Ko'rinibdi degan umiddaman. Ozgina qirib qo'ydim. Endi qirganimdan keyin xo'sh uni kiygizib olamiz. Yirtiqchasini pastga qaratamiz.
batalashgan kiygizib olib, tagigacha iloji boricha yotqizamiz, farqi yo'q. Ana qizlar, hozir bunga qum bilan to'ldiraman. Qum bilan to'ldirib, hozir bitta xamut bog'lab olaman. Xamut bog'lab olaman-da, shuni qum bilan to'ldiraman. Judayam noqulay qizlar, judayam noqulay. Xo'sh. Ana endi ana qizlar, hozir qumni solamiz. Hozir bu qum to'ldirgandan keyin ustini bir namlab ham olaman. Xamut bilan bog'lab olay. Birinchisi bu xamut. Xamutlab oldim qizlar. Xamutlab oldim. Shu bitta xamut ham yetadi menimcha. Ikkita qilay. Xo'sh degan joyimiz ana endi işte asosiy qismi. Shu tartibda to'ldirib oldik qizlar. Judayam noqulayliklar ko'p bo'libdi, sizlardan uzr so'rayman. Ana ozgina tagini ko'taraman hozir. Nimaga deganda, vaqti kelib buni kesib olishga udobni bo'lishi kerak. Ozgina tagini ko'tarib qo'yaman. Suv solamiz. Shu bilan ara-araga suv soltiramiz. Qizlar, shu bilan bo'ldi. Bu chirinkamiz, bu bechoramiz. Bu bilinmaydi ham. Bilinmaydi, lekin ana bu gullab turgan sindirdim. Bu gullab turgan sindirdim qizlar. Sinni bu. Olamiz hay. Ana gullab ketadi bu yoqqa ham chiroyli bo'lib. Ana shuni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Gartenziyani yana shu usulda ham ko'paytirish mumkin. Ana bu teplitsa qilib, suvga solib, yana shu usulda yana parxama qilib, juda ham ko'p usullari bor qizlar. Juda ko'p usullar. Mana masalan qizlar, mana shu shoxini ham, ana shu shoxini ham yerga yotqizib, ma'lum bir nima suqib, shu arachasini ham parxama qilib ko'paytirsa bo'ladi. Juda ham ko'p usullari. Men juda ham gulchi, hamma narsani biladigan emasman, lekin qo'limdan kelganicha, sizlarga bilganimcha o'rgatib o'taman. Ana, juda ham chiroyli bo'ldi. Endi buni ham chirinka qilib qo'yaman, iloji yo'q. Bo'ladi bu ham. Keyin tagidan yulib ko'pincha qilaman qizlar. Mana shu usulda. Ana bu eng asosiy, sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa, telefonim ko'rsatayotgan bo'lsa, ko'rsatyaptimi? Ana shu pochkacha kerak. Ana shu tagidan uzilgan asosiy ana shunaqa pochkachasi bo'lishi kerak qizlar, обязательно. Ana shu pochkacha bo'lishi kerak.
bundan ham qalinroq bo'lsa ham yana ham yaxshi. Hozir ozgina mana bu nimachasi qalinroq bo'lishi kerak. Nimagaki ildiz otishi tezroq bo'ladi. Pishgan eng yaxshi pishgan joyi bo'ladi qizlar bu. Shunaqa. Bu ham bir ko'paytirish usulida. Sizlarga hozir yana ko'rsatib o'taman chirinkalarimni, amal olganlarini. Juda ham xursandman. Ko'psi yaxshi bo'lgan. Qizlar mana sizlarga ko'rsataman. Nima? Listerlarni yotibdi. Nafas olibdi. Bakalashgacha kesib qo'yganman. Endi sizlar bilan ochib ko'ramiz. Ana. Bittasi qurigan qizlar. Bittasi qurigan. Ana. Bittasi qurigan. Lekin tagi sog'lom. Usti qurigan bo'lishi mumkin, tagi sog'lom. Agar mo'jib chiqsa tagidan ham chiqishi mumkin. Lekin bu mana juda ham qizil bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Bitta nima barchasi qurigan. Bu nimaga tekkan? Nam payt ana holi ham tegib o'tiribdi ekan. Bakalashkaga tegib o'tirsa shunaqa. Bakalashkaga tegib o'tirsa xuddi shunaqa bo'ladi. Ana shu gartenziyacha, chirinkacha. Bu mana ikkitadan bitta olgan. Unisi ham usti qurigan bo'lsa ham tagi qurimagan qizlar. Buni qaytib joyiga qo'yamiz. Lekin bu qo'ymasak ham bo'ladi. Lekin qo'ygim kelyapti. Qo'ygim kelyapti. Yana ko'rsataman sizlarga. Hozir shu tarafga ikkita qilganman. Ana bu bez bakalashka turibdi qizlar. Necha kundan bo'z bakalashkasi uchib ketgan. Ana bu takka mana bakalashkasi uchgan. Olishim kerak. Ana bez bakalashka, lekin ko'z tegmasin deyapman. Ana buni ham ikkita qilgandim. Bittasi olgan. Ana bittasi qurigan. Takchak shoxchasi nimachalari bilan turibdi. Qurigan. Allohim qo'llab tursa, ana endi bu ham tayin siljetmaylik, o'tsin. Bu ham olish arafasiga qizlar, bu ham oladi nasib bo'lsa. Yana qizlar sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'tay. Shu ham balki qiziqdir sizlar uchun. Bilmadim qiziqmi, qiziq emasmi. Mana bu pomidor. Men buni ekkanim yo'q. Yana bir ana bu yoqqa ham yana bitta suqib qo'yganman. Ha, u tarafga qo'ying. O'shani ham ko'rsataman. Mayli sizlarga, mayli. Ko'rsatay sizlarga. Ana buni ham mana ikkita taraf ikkita barg qurgan. Buni qizlar men qanday qilib ekdim? Men qanday qilib buni ko'kartirdim? Endi bu ham bir life hackday bir sizlar uchun bir qiziq bo'lsa agar men xursand bo'lgan bo'laman. Mana qizlar, ana bu pomidorlarim mana gulga kirgan pomidorchalarim gulga kirgan. Xo'sh, ana bu tagdan chiqqan bachkilar bor qizlar. Ana shu bachkilar tagidan chiqqan. Bular bizga ziyon beradi-da, bu o'sishiga xalaqit beradi. Shunchaki shunday sindirib oldim qizlar. Buni ham taydak pochkachasi bor edi. Shunday sindirib oldim va shu joyga suqdim. Ana shu joyga suqib qo'ydim. Tagi nam. Shunday suqdim. Bu ham xuddi shu. Bunga bir 10 kun bo'lib, bir haftadan ichida 2 kun so'laganday bo'lib turadi. Keyin 3-kun, 4-kun olib ketadi qizlar. 4-kun olib ketadi. Bu bizga nimaga kerak deysiz mumkin-da. Endi может ko'k pomidor, salat-palatlar ko'k pomidor qilsak, ko'k pomidorlar kerak bo'lishi mumkin. Может qizarmasligi mumkin, lekin ko'k pomidorlar bo'lishi mumkin. Shunaqa qizlar. Ana. Yana bittasi bor. O'shansini ham olish. Ana bu zo'r keldi qizlar. Ana shunaqa bo'lish kerak-da o'zi aslida. Boshqa tarafga quraman. Keyin suv ketirib solaman. Shu tarafga suqayda buni. Ana. Quruq joyga suqay. Tashlaymiz. Suqamiz. Suv solaman. Yaxshi bo'ladi qizlar.
cherinka. Foydali bo'lsa xursand bo'laman.